Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Necha asrlardan buyon Pamir egizligi etigiga joylashgan Toshqo'rg'on nahiyasidan yashab kelgan tojik millati bu sirliq zaminda o'zgacha madaniyat yaratgan. Siz bu zaminda yashab kelgan tojiklarning etnik tarkibi, shundaqla o'ziga xos urf-odat va madaniyatini tushunishga qiziqamsiz? Qiziqsangiz, diqqatingiz programmamizning bugungi sonida bo'lsin. Bu bir sirliq zimin. Qarmuzlar bilan qoplangan tik cho'qilar, taraf-tarafga so'zilgan jilg'alar, ham asrlar bo'yi to'xtamay iqiyotgan uzilmas yiqinlar bu ziminning sehri qudratini namoyon qilib, dunyo ahlini o'ziga maftun qilib kelmoqda. Mana bu dengiz yuzining 3200 metr egizlikdagi sehrli ziminda dunyoni zilzilaga keltiradigan qadimgi insonlarning xarobasi bayqalgan. Өлкәмиз археологлары Toshqo'rg'on Tojik avtonom noyisidan 10 kilometr keladigan Toshqo'rg'on daryosi bo'yida zo'r bayqash qilishdi. Dunyodagi eng qadimgi tillarning biri bo'lgan otishparastlikni Pamir egizlikdan boshlangan bo'lishi mumkin. İnsoniyat din madaniyat tadqiqotida alohida ahamiyatga ega bu bayqashning tafsilotiga qiziqsangiz, diqqatingiz bayqash programmasida bo'lsin. Toshqo'rg'on simvollikqa ega geografiyalik ufqim bo'lib, va Toshqo'rg'on nahiya bozorining yenidagi jahonga mashhur qadimgi tosh shahar asosida borliqqa kelgan. Xuddi angliyalik arxeolog va tarixshunos Mark Aurel Stein ko'rsatib o'tgandek, Toshqo'rg'on Sarkuy tog'liq rayonining markazi bo'lib, shubhisizki nihoyatda qadimiy joy. Qadimda mana mushu yurtda g'arb savdogarlari bilan Jungoning savdogarlari o'zaro tovar almashtirib, savdo tijorat bilan shug'ullangan. Demak, bundan biz shu vaqtlardan boshlabla bu yerning qanchalik muhim o'tan ekanligini bilib olamiz. Toshqo'rg'on Tojik avtonom noyisi Pamir egizligining sharqiga, Qaraqurum tog'larining shimoliga, Tarim o'ymonligining g'arbiy qismiga joylashgan. Toshqo'rg'on noyisi elimizning eng g'arbidagi sirtqi ichib etilgan savdo eg'izi. Va O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyo va Janubiy Osiyo qatorliq rayonlarga berib kelishning muqarrar tuguni. Toshqo'rg'on noyisi tog'liq rayon bo'lib, bu yerdagi tog'lar o'zining haybati, ko'lamining cho'ngligi bilan hammani o'ziga jalb qilib kelmoqda. Mahiyatda Osiyo, Yevropa cho'ng quruqliqdagi dunyoga mashhur tog' tizmalari bo'lgan Himalaya tog' tizmasi, Qaraqurum tog' tizmasi, Tangir tog' tizmasi va Hinduqush tog' tizmasi mushu rayonda o'zaro qo'shiladi. Shunga kishilar bu yerni dunyoning o'g'isi deb ta'riflab kelgan. Toshqo'rg'onning umumiy yer ko'lami 25000 kvadrat kilometr keladi. Nahiya bo'yicha tojik, Uyg'ur, Xanzu, Qirg'iz qatorliq 14 millatdan bo'lgan 37800 dan ko'p nopos bo'lib, tojiklar umumiy noposning 81,65% ni egallaydi. Tojik O'rta Osiyodagi Iron tilida so'zlashadigan, muqim o'ltiraqlashgan, islom diniga e'tiqod qiladigan xalqlarning millat nomi. Uning ma'nosi shoh toji yoki xon toji degandan iborat. Alimlarning isbotlashicha, buning milodidan 4-5000 yil ilgari Hind-Yevropa tili o'rtaq gavdasi parchalanib, endi Iron qavmi ulardan ayrilib chiqqandan keyin o'zini Aryanlar deb atagan. Bular keyin milodidan 2000 yil burun Aryan endi Iron tili o'rtaq gavdasi yana parchalanib, buningdan Iron tili bilan Hindi tili ikki parcha bo'lib, bir qismi Hindukush tog'laridan eshib,
Hindistonga kirgan, bular Hindi aryanlari deb atalgan. O'rta Osiyoda qolganlari İran aryanlar deb atalgan, ular mush yerlik xalq. İrani aryanlar taxminan milodidan 1500 yil burungi atroflarga kelganda o'z ichidan yana bir qismi ko'chman chorvachilik bilan shug'ullanadiganlarni Zardushtning Avsta degan kitobida Toranlar deb atagan. Keyingi davrlarga kelganda Farslar ularni Saklar deb atagan. Biz odatda shu Jungu tojiklarni Saklarning tojiklarning ajdodini Saklargacha surishtiramiz. Tojiklar tarixda ibtidoiy ko'p ilohlik diniga e'tiqod qilgandan keyin tadrijiy bir ilohlik diniga e'tiqod qilishga ko'chib, ilgari keyin bo'lib Zardusht, ya'ni otashparastlik dini, Budda dini va Mani diniga e'tiqod qilgan. Taxminan milodiy 11-asrga kelganda islom dinining Shiya mazhabi ichidagi Ismoiliya mazhabiga e'tiqod qilishga boshlagan. Elimiz tojikları ekologiyalik muhit, irq təvəlligi, til sistemisi təvəlligi, etiqad məzhebi və ictimai muhit asasında barlıq kelgan mədaniyeti qatarlıq cəhətlərdə elimizdeki millətlər içində özgüçilikə və cəlbkarlıqqa ega. Tojik xalq san'ati to'g'risida so'z bo'linsa, burkut usuli bilan burkut nayni alohida tilga ilishga to'g'ri keladi. Tojik xalq usuli odatda burkut usuli deb ataladi. Burkut usulida uchar qanotlarning sarkisi bo'lgan burkutning mag'rurona va erkin parvozini taqlid qilish orqali xalqning burkut kabi botur, mardona bo'lish, burkutdek erkin yashash orzu istaklari ifodalangan. Burkut ney bolsa, tojiklarning muqaddas niye shundaqla tojiklarning obrazi. Bu tojiklarning san'at hayotida nihoyatda muhim o'rin tutadi. Burkut hamda qahramonlik, botirlik, qaysarlik, mardlikning bir simvoli hisoblanadi. Onun üstüge Zardusht dinida burkut adamning ruhini, adam o'lgandan ruhini muhofazat qilib, arshga chiqadigan ilohiy qush hisoblanadi. Shuning uchun burkut ulug'lanadi. Tojik xalq kuylari, tojik xalq usuli va naqsh qo'shoqlari bilan zich birlashgan holda tojik xalq musiqa san'at sistemasini shakllantirgan. Siz Toshqo'rg'on diyoriga qadam bossangiz, tojiklarning kiyim-kechak madaniyati sizni ixtiyorsiz o'ziga jalb qiladi. Bo'libmi, bu jihatda tojik ayollarining bosh kiyimi to'g'risida qisqacha to'xtalishga to'g'ri keladi. Tojik qiz ayollarining an'anaviy bosh kiyimi fors tilida konta deb ataladi. Bu o'zining nafs, rangdor, ko'rkam va jilvidorligi bilan tarixdan buyon el orasida tojik qiz ayollarining simvoli bo'lib kelgan. Yaqinqi zamonlarda tojiklar asosan uzun chopon kiydigan. Manday yoqsiz tonlarni. Ondan ustidan balbaq bog'laydigan. Ondan ko'ylaklari bo'libmi yoshlarning yoqasiga chiroyli kashlangan manday kiyimlarni kiydi. Beshiga hamda ko'pidan ustiga maxmal, qora maxmal, yoshlarga bo'lsa burunlarda kashtilab tikilgan tumoq kiyildi. Putiga qo'nchi kiyik terisidan, chami, kala terisidan tikilgan cho'riqdek kiydi. Hozirgi zamonda hamda er kishilarda ko'pinchisi mush nimalam tumoqli qoldi. Lekin ayollarning kiyimlari yanada saqlanadi. Ayollarning ko'ynaklariga kash tikiladi, kulti deydi. Bu intensiv tikilib, ayollar beshiga kiydi, ondan keyin yog'liqqa otadi tepishdan. Cho'ng ayollar bo'lsa, hamda tojiklarda aşıp artgan yağlıqı kiygan kiyimiga qarab, onun yaşangan ayol, to'y qilgan qilmaganligi, bularni bilib olgan bo'ladi. Umuman tojik kiyimlari ro'shan ayrimliqqa, fasl ayrimliqiga, yosh qo'ram ayrimliqqa, xo'shallik va xoplik ayrimliqiga ega.
kiygan kiyimidan shu kishining yosh qo'ramini, to'y qilgan qilmaganligini, xo'shal yoki emasligini bilib olib bo'ladi. Tojiklarning kiyim-kechaklaridagi xosliklardan ularning kashtichilikka herisman millat ekanligini ko'rib olish tas emas. Tojik qiz ayollarining eng rangdor hunar san'ati dal kashtichilikdir. Kiyim-kechak va nurg'un turmush bo'yinlarida bu alaydilik o'z ifodasini topgan. Tojiklarning hunar san'at bo'yinlari ko'rkam, nafs va chiroyli bo'lib, tojik emgakchilarining aql farosati bilan ularning go'zallik qarashini namoyon qiladi. Tojiklar xili burunla turaqliq mahalliy hayotga o'tgan. Toshqo'rg'on rayonida nihoyat ko'p qadimiy qo'rg'onlar, qal'alar bor. Bularning ichida ba'zilarining tarixi 2000 yildan oshadi. Arxeologik tekshirishlar orqali nurg'un qadimgi o'ltiraq uy xarobelari tepildi. Bular tojiklarning xili burunla ko'chman hayotdan turaqliq mahalliy hayotga o'tganligini moddiy asos bilan isbotlaydi. Bugungi kunda yangi pasundagi qurilishlar tojiklarning an'anaviy mahalla qarashi va qurilmasiga kuchli ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-mu, langar uy o'zining qadimiyligi, pasun uslubi va sofligini yanada saqlab kelmoqda. Tojiklarda alayda bo'lgani langar uy deganimiz. Langar uy bir qadar cho'ng bo'ladi. 3 to'rga bo'linadi. 5 to'riq bo'ladi. Uyning oldiga eshikdan kirish bilan tam oldiga bir ikki tarafdan bir qisqa tom keladi. Buni kunj deb ataydi. Uningdan keyin paygoq tushadi. Paygoq bir qadar qo'llanadi. Uning oldida langar deyishlik sabab o'choq jelinadi shu nimaning beshig'i. Bu langar degan o'choqning ma'nosidan. Tojiklarning to'y to'killari, o'lim yetim nazri chiroq faoliyatlari langar uyda o'tkaziladi. Shunga langar uy maraka uyi deb ataladi. Toshqo'rg'onga qadam bossangiz, mana shundoq langar uyda mehmon bo'lish fursatiga erishasiz. Ularning yemak ishmaki Pamirning yerlik alohida mahsulotlari bo'lgan go'sht, may, sut mahsulotlari va oshliq mahsulotlarini asos qiladi. Tojik taomlari turining ko'pligi, tarkibiy tuzilishining xilma-xilligi, pishiqlab ishlash texnikasining o'zguchiligi qatorliq alohidaliklari bilan Xinjiangdagi boshqa millat taomlaridan farqlanib turadi. Uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida tojiklar o'zlarining moddiy va ma'naviy turmush sharoitiga xos quyuq milliy tusga ega bir qator urf-odat va qoida-usullarni yaratgan. Tojiklarning an'anaviy hid oyamlari ana shu urf-odat va qoida-usullar ichida muhim o'rin egallaydi. Endi tojiklarda hayit bayramlar bir qadar ko'p. Islom diniga oid bayramlardan Qurbon hayit, Ro'za hayit, mushu Barat oyimi deganlar, andin o'zining an'anaviy hayitlaridan arqi Navro'z yoki Shogun bahor deydiganlar. Andin Teg'imzivos deydi, urug' chechish, suv boshlash bayrami degandaklar. Bu hayit bayramlar ichida pilik hayiti tojiklarning o'ziga xos milliy hayiti bo'lib, nihoyat dabdabilik o'tkaziladi. Tojiklarda bu hayitni o'tkazishning yo'sinlari qadimqidan qolgan Zardoshti dinining ba'zi an'analarini saqlab qolgan. Masalan, Barat oyining 14-kuni kechasi hamma uyda oldi bilan uylarida birdan bir xil qo'roy deymiz, qo'royga dokini yugab, uni maylagandan keyin bundan birdan pilik yasadi, uni pilik deydi. Uyda necha jon bo'lsa, shuni qatab 2 dan yasab, kachda cho'ng bir liganga qumni bunda deva qilib, ondan bir-birdan ismini atab sanjiydi. Qata atrofini o'rab o'tiradi, ondan duo qilgandan keyin pilikni yondiradi. Yondirib bu ko'p butun uydagilar intan sukutlikni diqqat bilan ashuna qarab, boshqa hech nimani o'ylamay, hamda o'zining ichida o'ziga, oilasiga, boshqalarga baxt tilaydigan bunda nimalarni o'qiydi. Ko'p ma'lum darajaga yetgandan keyin ondan cho'nglardan boshlab hamma odam shu o'tdan bunda qo'lini
o'tga qoqlab yuzni siypaydi. Ya'ni o't nima? Buning ma'nosi endi o't lavildab qo'yayotgan bu o't nurg'un jin shaytonli bo'lamdi mushlarni haydash bilan qolmasdan, balki odamning ruhini, jismini poklaydi deb qaraydi-ku. Shunga o't ulug'lanadi. Ateşperestlik dininin Taciklar arasındaki qalduq təsiri pilik yeyitli emas. Turmuşning boshqa sohalardami o'xshash bo'lmagan darajada uchraydi. Ya'ni oy va kun tutilganda gulxon yiqish, bola tug'ilganda ishik bo'sog'isida isiriq selish, choruvchilar yayloqqa ko'chganda ig'il qo'ton atrofiga isiriq selish, o'lgan kishini yerlikka qo'ygan oqshimi qabrisi atrofiga chiroq yiqish qatorliqlar. Taciklarning pilik yeti Taciklarning İslamiyatdan ilgirki diniy e'tiqodi va madaniyatini tadqiq qilishda bizni mo'l material va uchurlar bilan ta'minlaydi. Elimiz Taciklarning madaniyati uzoq tarixiy taraqqiyotga, ro'shan milliy aloyilikka va jalb qilish kuchiga ega. Mohiyatdan aytganda, Taciklarning an'anaviy madaniyati Muzdaq ata, Navqiron burkut, Rostam palvon va Tulpor otdan iborat 4 cho'ng obrazdan shakllangan bir butun sistema. Bu 4 cho'ng obraz nihoyat qadimgi davrlardan buyon shakllangan va taraqqiy qilib, Tojik madaniyati sistemasini hosil qilgan. Mushu ma'no va nuqtadan bu 4 cho'ng obrazni Tojik madaniyatining yadrosi va jeni deyishga bo'ladi. Tacik milleti özgüçü coğrafilik muhitdan özgüçe medeniyet yaratkan. Hem avlodma-avlod bu medeniyetga varislik qilib kelgan. Bugungi kunda ular har millat xalqi bilan birlikda bu sirliq zaminni texmo gullantirish va jahonga texmo tonishish uchun tirishchanlik ko'rsatmoqda. Qadrli ko'ruvchi do'stlar, programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rgan rahmat. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.